do'stlar, 2025-yil 24-iyun. Aka, doim gilos tashlayapsiz, lekin slivalar tashlamayapsiz, shoxdorlar tashlamayapsiz. Do'stlar, bular endi bu yilga avgustda payvand bo'ladigan alichalarimiz bo'ladi. Xudo xolisa shunchalik qilib chiqarib oldik. O'ta nozik narsa. Texnikada chopyapmiz. Bu texnika qilgan ishda traktor qilalmaydi, traktor qilgan ishda bu qilalmaydi. Xudo xolisa slivani yangi navlari bor. 8 xil navlari kelgan, xudo xolisa ulaymiz. To'rt qator qilib xudo xolasa shunga yetkazyapmiz. Tayligi xudo xolasa bu tayligi payvand nimasiga kiradigan bo'lib, hozir mana xudo xolasa pinga tushadigan bo'lib qoldi. Avgustdan xudo xolasa 1dan yo 10dan ob-havoga qarab tushamiz. Shunga xudo xolasa yetkazishga harakat qilyapmiz. Alichamiz 20 qatorda alicha qilganmiz. Xudo xolasa juda a'lo chiqqan. O'rik, shoxdoli hammasidan qilganmiz. Payvand qilgan jarayonlarni tashlab o'tamiz. Xudo xolasa yilga tayyori ham bor. Bu keyingi yilga tayyor bo'ladigani, yilda uzib bo'lmaydi. Chunki biz o'zimizda klientlar bor, kelib ustidan ko'chirib beramiz. Holatlari o'ta zo'r bo'lgan. Mana ulamaga kirgizib oldik inshaalloh, xudo xolasa. Bitta dori, oxirgi dorisini solamiz, 2 kun to'sa qilamiz. Holatlari zo'r, xudo xolasa. Mana chopog'ishni boshladik. Kun issiq, lekin hali ham mehnatdamiz. Bakka avatar suqqamiz mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Avatarning holatlari zo'r. Ishonchli joydan ko'zim bilan ko'rib olib kelib suqqaman qalamchasidan. Kulakka solib beramiz. Uzun ko'chatdan ham boqilaman degan 6 xil navlan suqqamiz. Qator qilib mana xurmo ko'chat. Do'stlar, bizni mehnatlar yoqqan bo'lsa, bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Meva ko'chatga qiziqadiganlar bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz. Meva ko'chatdan boqilaman deydiganlar ham bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. 100% xudo xolasa ishonchli bo'ladi. Qator metkasiga qilib uylaymiz. Holatlari shunga yetdi inshaalloh. Allohimga minnatlar shukr, mana xudo xolasa. Chopog' ishlari hamon ketyapti mana. Holatlari zo'r bo'lib qoldi mana. Bitta like bosamiz do'stlar.